Assalomu alaykum qadrdonlar. Bormisizlar? Boringlarga shukr. Yaxshimisizlarmi? Mana bugun biz ishga keldik. Kalolsiz ko'lash xizmati Dang'arani Salom qishlog'ida ekan. Dang'ara Salom qishlog'iga kelib, kalolsiz ko'lash ishlarini asayin tugatdik. Qashinori bo'ldi, xudosi beton qo'ysak bo'ldi. Birinchisi mana bu yerga ko'rsatib boramiz. Mana bu yerda hojatxonaning turbasi chiqadi. Katta holatda bo'ldi. 1,5 metr suv chiqdi. Deganlar 1,60 ga aylandi. Ikkinchisi ko'chada. Ko'chaga qarab chiqib boramiz. Loylar taylanyapti mana bu yerda. Ko'chaga qarab chiqib boradi. Ustagamiz mana bu yerda kelyapti. Loyga harakat. Yana. İkincisi mana bu yerda. Bu ham o'sha 2 metr bo'ldi, suv chiqdi. Buni g'ishini urib tashlasak, burada beton quyib ketamiz. Bu yog'i lakasasi Qorayantoqda 5 tarakdan Qorayantoqqa tushib, Qorayantoq qirg'og'idan kelganda prez yo'lni, o'sha prezga chiqib, katta yo'ldan chap qo'liga shaharga kiramiz, o'ng qo'liga Dang'aradan Shildirsoy tomonlarga ketiladi ekan. Kimga xizmat ekrandagi nomerlarga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like, podpiska ayamanglar. Salomat bo'linglar.